Hammaga assalomu alaykum. Xullas, bosadigan joyga kelyapmiz. Mirzo Ulug'bek rayoni. Tak, Uchxos mahalla. Yangi O'zbekistongacha atigi bo'lsa 1 kilometr, uzog'i 2 kilometr. Opa-singillarga yetmasdan, yangi boqqa yetmasdan uglovoy uchastka men sizlarga topib qo'ydim. Narxi nima narx desangiz, xullas, uglovoy uchastka fasadi 18.5 21 ga uglovoy ko'rib turganlaringizda yana pridomovoy zonasi ham bor. Ikki taraf ko'cha. Narxi 140 ming. Почти 4 sotuv. 4 sotuv почти. Qata, men bu Mirzo Ulug'bek rayonida feri bunaqa narxdan yo'q-da, to'g'rimi o'rtoq? Nima qilish kerak? Bosish kerakmi? 140 mingga. Buni qo'yib borib, просто tak olib boqib qo'ysa ham soqqada o'sha. Mana shu yozga chiqar paytda o'sha 3 ta pochkasi bor. Короче, yaxshi pulov keladigan narsa. Agar quradigan bo'lsa, inshaalloh lutchi. Просто Ikkita. 2 oy, 3 oy tashlab qo'ysa, kam 2 ta pochka puli bor. Xullas, ikkita cottage qursangiz bo'ladi, bitta doda hovli qursa bo'ladi. 140 mingga zo'r variant deb o'ylayman. Ikki tomonlama ko'cha. Mirzo Ulug'bek rayoni 140 ming, uglovoy. Bundan ziyodasi nimasi bo'lsin?